Köylegi ak idi, beg'ubar idi, meni maftun etgan bir ifar edi. 17 yosh qizning hidi bor edi, bu holi 18 yoshimda edi. Bu holi 18 yoshimda edi. Cida zor poyoni hech ko'rinmasdi, hangacha kezardik oy erinmasdi. Bizlarga baxtlar qushlar tinmasdi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi.